Avval xabar berganimizdek, Qozog'istonda ikki buyuk mutafakkir bobolarimiz so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy va shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburlarning tavallud kunlari katta shodiyona bilan nishonlandi. Navosiz ulusning navo baxshi bo'l, Navoiy yomon bo'lsa sen yaxshi bo'l. So'z mulkining sultoni buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy mahbubul qulub asarlarida yozadilar. Kimki umrini mardlar xizmati uchun sarflasa, umri o'tsa hamki abadiy umr egasi bo'ladi. Umr bevafodir, mardona hayot abadiy. Chindan ham bugun Hazrat Navoiy tavalludining 585 yilligi nafaqat yurtimizda, balki dunyoning ko'plab davlatlarida munosib nishonlanmoqda. Mana bugun biz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2025-yil 26 dekabrda Oliy Majlis va xalqqa bo'lgan murojaatida keltirib o'tilgan buyuk shoir, mutafakkir, davlat arbobi Alisher Navoiyning 585 yillik yubileyini keng nishonlash to'g'risidagi topshirig'iga asosan hozir butun dunyoda O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalar bilan hamkorlikda Navoiy tug'ilgan tavallud kuniga bag'ishlangan tadbirlar, madaniy tadbirlar keng nishonlanib kelmoqda. Vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilganligiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q, lekin ko'plab xayrli ishlarni bajarishga ulgurdi. Fond zimmasiga qanday vazifalar yuklatilgan? Fond vazifalariga butun dunyodagi vatandoshlarni yagona g'oya, yagona fikr atrofida birlashtirish, ular bilan aloqalarni tiklash, ular bilan hamkorlik qilish, o'zbek tili, madaniyati, an'analari va san'atini saqlab qolish va rivojlantirishga qaratilgan madaniy, ma'rifiy tadbirlarni vatandoshlar bilan hamkorlikda amalga oshirish vazifalari yuklatilgan. Tadbirlar Turkiston viloyatining Kelis tumanidagi 8-maktabdan boshlandi. Unda vatandoshlar jamoat fondi, bosh konsulxona vakillari, Qozog'istonda istiqomat qilayotgan bir guruh vatandoshlarimiz ishtirok etdilar. Bizde kutdik sizlerdi, vatandoshlar xorga yotib ekan deb. Жалпы мектебimiz өзбек ұлтынан, қазақ және өзбек ұлтынан құралған үлкен мектеп есептеледі. 1213 оқушымыз бар. 35 мұғалім өзбек тілінде сабақ береді. Жалпы 139 мұғалім жұмыс жасайды қазіргі таңда. Оқушылар көптеген байқауларға қатысып, мысалы, бұл тек ауданға ғана емес, облыстағы Ташкент университеті ұйымдастырған байқаулардың бәрінен жеңімпаз атанып, қазіргі таңда бізде Мадина Бану деген қызымыз Қостанай университетінің грантын жеңіп алып, сонда білім алуда. Жалпы осындай жағдайға қарамастан, екі ұлт оқуына қарамастан мектебіміз өте бір-бірімен тату, ешқандай ұлтқа бөліну деген жоқ. Оған өздеріңізде қазір куә боласыздар. Оқушылар қазақ тілінде де, өзбек тілінде де еркін 100% сөйлейді. Anjuman davomida Hazrat Alisher Navoiy va Hazrati Boburning jahon adabiyotida tutgan beqiyos o'rni, uning turkiy xalqlar ma'naviy birligi va madaniy yaqinligini mustahkamlashdagi xizmatlari alohida ta'kidlandi. Ishtirokchilar bobolarimiz merosi bugungi kunda ham xalqlar o'rtasida do'stlik va ma'naviy hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilayotganligini qayd etishdi. O'zbekistonlik uyushma a'zolari nomidan hammalaringizni avvalambor Amir Alisher Navoiy, Mirzo Bobur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abay Qonanboyevni 180 yilligi, umuman mana shu ulug' zotlarimizni, xalqlarimizni ulug' zotlarini yubileylari bilan, tug'ilgan tavallud sanalari bilan tabriklayman. Bu sanalar shunchaki sanalar emas. Jumladan O'zbekistonda mana hozir Sultonmurod aka ustozimiz aytib o'tdilar. Hozir mana shu sal oldin Toshkentda Adiblar xiyobonida juda katta Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni munosabati bilan 585 yilligi munosabati bilan juda katta tadbirlar, adabiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Butun dunyoda mana shu buyuklarimizni bayramlari nishonlanadi. Bu bayramlar shunchaki bayramlar emas, adabiyot bayramiga, she'riyat bayramiga, xalqlarni birlashtiruvchi do'stlik bayramlariga aylanib ketadi. Mana shunday bayramlarimiz ko'p bo'lsin. O'zbekni, qozoqni bayramlari ko'p bo'lsin. Bizda mana shu zotlarni nomi, ijodi, so'zi, g'oyasi ezgulikka xizmat qiladigan, xalqimizni porloq istiqboli uchun xizmat qiladigan g'oyalari
shu kungacha va bundan keyin ham abadiy yashab qoladi. Adabiy kecha maktab o'quvchilarining bayram dasturi bilan boshlandi. Yoshlar buyuk ajdodlarimizning g'azal va ruboiylaridan, asarlaridan namunalar o'qidilar. Vatandoshlar jamoat fondi tadbir ishtirokchilari uchun bayram dasturxoni yozdi. Samimiy suhbatlar uzoq davom etdi. Bugun maktabimizda Buyuk Hazrat Alisher Navoiyning 585 yilligi va ulug' alloma sarkarda, shoh va sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning 543 yillik shodiyonalari. Bu shodiyonalar nafaqat O'zbekistonda, balki bizning respublikamizda ham juda keng nishonlanadi. Maktablarimizda Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari, ruboiylari, she'riyati, hamsasi, Hazoinul Ma'oni kabi asarlari sevilib o'qiladi. O'zim ijod ham qilib turaman. Shu kunga qadar 7 ta kitobim nashr etildi. Bu kitoblarim asosan tarjima kitoblar. Men o'zbek tilidan qozoq tiliga, qozoq tilidan o'zbek tiliga ko'plab tarjimalar qildim. O'zbekiston delegatsiyasining navbatdagi manzili Chimkent shahridagi Alisher Navoiy nomli 11-maktab bo'ldi. Bolajonlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, raqslar kechani ochib berdi. Sahna ko'rinishlari yoshlarning buyuk ajdodlarimiz ijodiga bo'lgan mehrini namoyon etdi. Mana shunday bir qutlug' kunda biz Navoiyni har bir tashkilotlarda, har bir maktablarimizda, oliy, o'rta maxsus o'quv yurtlarida nishonlayapmiz. Mana shu tavallud ayyomini shular jumlasidan bugun mana shu Alisher Navoiy nomli maktabda ham mana shunday tadbir o'tyapti. Bu tadbirimizga juda ham aziz mehmonlar kelgan. Bular O'zbekistondan bizni vatandoshlar tashkiloti. Vatandoshlar tashkilotiga biz juda ham katta rahmatlarimizni aytamiz, chunki har yili mana shunday qutlug' kunlarda, mana shunday buyuk siymolarning yubileylarida tashrif buyurishib, ular o'zlarini samimiy tilaklarini aytishib, bizlarni tabriklab, maktablarimizga juda ko'p badiiy adabiyotlarni, ilmiy ommabop adabiyotlarni sovg'a qilishyapti, milliy kiyimlarni olib kelishyapti va ular bilan bizni munosabatimiz nihoyatda yaxshi, yildan yilga yana ham yaxshi bo'lyapti. Bizni bu yerda o'quvchilarimiz yoqlarga, lagerlarga borib dam olyapti. Qariyalarimiz Chinor loyihasi bo'yicha dam olib kelishyapti. Turli konkurslar o'tyapti. Ana shu konkurslarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishyapti. Mutasaddilarga o'zimizning mana shu chimkentlik o'zbeklarimiz nomidan, Chimkent xalqi nomidan, qozog'istonliklar nomidan ulkan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ahmed Boytursunov nomli maktabda ham sana munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Navoiy va Bobur, ikki buyuk ijodkor mavzusida sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Taniqli adabiyotshunos olimlar g'azallarini sharhlab berishdi. Asarlarning mavzusi, ahamiyati haqida batafsil so'z bordi. Bu tadbir judayam bir ko'tarinki ruhda, chiroyli tarzda o'tkazildi. Ikki davlatdan tashrif buyurgan shoirlar hamda o'quvchilar chiroyli o'zlarini Alisher Navoiyning g'azallaridan hamda ruboiylardan ijro etishdi. Vatandoshlar fondi tomonidan bugungi tadbir uyushtirildi. Ular juda ham ko'p sovg'alari bilan tashrif buyurishdi. Avvallari ham o'tkazib turgan. Bugungisi endi juda ham bir boshqacha tarzda o'tkazildi. Tadbirda g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning g'azallaridan o'quvchilarimiz juda ham bir chiroyli ijro etishdi. Nafaqat o'quvchilar, hatto ustozlar ham g'azallardan qo'shiqlar ijro etishdi. O'quvchilar sana munosabat bilan tayyorlagan konsert dasturlarini namoyish etdilar. Barcha maktablarda buyuk bobolarimiz xotirasiga ehtirom ko'rsatildi. Ko'ngli tilagan murodga yetsa kishi, yo barcha murodlarini tark etsa kishi, bu ikki ish muyassar olmasa olamda, boshini olib bir sorig'a ketsa kishi. Alisher, nega siz asarlaringizni bugun mana maktabimizga Vatandoshlar fondi a'zolari keldi. Bobur va Alisher Navoiyni buyuk siymolarni o'rganmoqdamiz. Juda ham zo'r tadbir bo'ldi. Adabiyotshunos olimlarni o'rgandik, bir g'azallarini aytdik. San'atkorlarning chiqishi juda ham zo'r bo'ldi va birga raqsga tushdik.
Mehmonlar Chimkent shahar O'zbek drama teatrida bo'lib, Navoiyning 585 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan xalqaro tanlovda ishtirok etdilar. Huzuringizga faryod qildi malikam. Ay, kirsin. Bosh ustiga malikam. Hormi, bobo? Bor bo'lbekam. Ne xabar? Har galgidan achchig'roqdir xabari. Bitta qolmay kechib sening vassingda shahzodalar tashlab ketardi. Faqatgina Farhod qoldi ketmagan. Xalq ichida ochlik kasal boshlandi. Nimalarni eshitaman? Yo Rabbiy, Falokatning oldini ol malikam. berib bo'ldim xazinamda borini. Zotimda hech bir narsa qolmadi. Unday bo'lsa, dardga davo yo'q ekan. Qanday dahshat, qanday ofat Xudoyim. Aytchi faryod, bu urinish, bu ishdan chiqarmikan bir natija? Malikam, tuman bosdi idrokimni bu ishga. Har bir ijro betakror. Unda o'quvchilarning mahorati, ustozlarning mehnati namoyon. Quvonarlisi tanlov xalqaro miqyosda o'tkazildi va hamjihatlikda puxta tayyorgarlik ko'rildi. O'quvchilar tanlov shartiga ko'ra Navoiyning shoh asari Hamsadan parchalar ijro etishdi. İstermu ekim yuzumni har kun, yo'qlarmu ekim sochimni har tun. Dardimdan o'zi yotob ekinmu, hajrimdan ishim xarob ekinmu. Bas, yo'q edi buncha mehnat o'g'an, kim bilgusidir bu qissani ham. Gar har g'am aro o'zimni sovman, bu dardga netayki tuzar olmon. Faryodki o'lgudek g'amim bor, tongi yo'q yer o'zimga motamim bor. Sayram tumanining nomer 89 Qaynorabuloq umumta'lim maktabidan keldim. Men ushbu Navoiy o'quvlari ko'rik tanlovida qatnashib turganidan juda ham nihoyat xursandman. Bu tanlov juda ham haqqoniy va go'zal ravishda o'tmoqda. Men bu tanlovdan nafaqat o'zimga bilim orttirdim, balki o'zimga bo'lgan ishonchim ham ko'paydi. Hozir Hamsa asarining Farhod va Shirin dastonidan sahna ko'rinishidan parcha qo'ydim. Agar Shirin agar ijozat bersangiz, men Nizomiddin bir Alisher Navoiyning Aylama g'azalini yod olib bersam. Yo Rab, ul yuzni dami, ko'zimga pinhon aylama. Yo ko'zimni ondin o'zga, yuzga hayron aylama. Chehrasiga mezbon o'lsun, yuzim ul chehrani, ko'zlarim uyidan o'zga, uyga mehmon aylama. Zamonga qaraydigan bo'lsak, kitob o'qiydigan o'quvchilarimiz, aynan mumtoz adabiyotiga qiziqadigan o'quvchilarimiz kamayib ketyapti deymiz, lekin mana shunday tanlovlarni ko'rganimizdan keyin yo'q, unday emas ekan deb o'zimizga o'zimiz taskin beramiz. O'quvchilarimizning g'azal yodlashini ko'rsangiz, ularning sahnadagi o'zlarini tutishlari, albatta faqat xursand bo'lamiz mana shunday o'quvchilarimiz borligidan, shogirdlarimiz borligidan. Sahna ko'rinishlari shoir yashagan davrni aks ettira oldi. Hakamlar hay'ati eng yaxshi ishtirokchi va g'oliblarni e'lon qildi. G'oliblar munosib taqdirlandi. Vatandoshlar fondi badiiy adabiyotlar, milliy liboslar, cholg'a asboblari, esdalik sovg'alarini taqdim etdilar. Yig'ilganlar bunday e'tibor uchun, mustahkam do'stlik, samimiy xalqaro munosabatlar uchun ikki davlat rahbarlariga minnatdorlik bildirdilar.
Qozog'istonning Aktau shahrida ham buyuk mutafakkir bobolarimiz tavalludiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston delegatsiyasi Do'stlik uyida kutib olindi. Tadbirda vatandoshlarimiz, shuningdek, Ozarbayjon, turk, turkman, rus, belarus va barcha milliy madaniy markazlar vakillari ishtirok etdilar. Biz azaldan xalqlarimizni birlashtirgan umumiy qadriyatlarga ega qardoshlarimiz. Bizni tarix, til va din birlashtirib turadi. Ikki davlat o'rtasida an'anaviy qardoshlik munosabatlarini yo'lga qo'yishda buyuk mutafakkirlar Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning shaxsi alohida o'rin tutadi. Ularning merosi nafaqat o'zbek adabiyoti uchun, balki Sharq mamlakatlari adablariga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Mana biz 2025-yilda mintaqaviy forumlar tashkil etildi. Mintaqaviy forumlarda bizning vatandoshlarimiz ishtirok etib, tilimizni, madaniyatimizni saqlashga, ilgari surishga mazkur tashabbuslar bilan chiqishdi. Bundan tashqari biz doim bizning vatandoshlarimizga badiiy adabiyotlarni taqdim etmoqdamiz. Albatta bu kabi tadbirlarimiz nafaqat vatandoshlarimizni, davlatimizni bilan aloqalarni rivojlantirishga va mustahkamlashga, bundan tashqari bu yerda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni turli ularni takliflarini vazirlik idoralariga taqdim etmoqdamiz. Bu kabi loyihalarimiz xorijdagi bizani hamkorlarimiz bilan aloqalarimizni rivojlantirishga, mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Vatandoshlar xalqaro jamoat fondi tashabbusi bilan Navoiyshunoslik va Boburshunoslik tadbirlarini o'tkazishga keldik. Bu yil ham Navoiyning 585 yilligi, ham Bobur tavalludining 540 yilligi, ham Abay Qononboyevning 180 yilligi. Hammasi bizning buyuk shoirlarimiz, Turkiy olamning, Turkiy adabiyotining buyuk qoyalari bular. Men 50 yildan beri Navoiy hayoti va ijodi bilan shug'ullanaman. Mana bugun bir kitobimni ham olib keldim. Navoiy yoshlarga degan, bu 2008-yili O'zbekistonda Navoiy yili bo'lganda chop etilgan kitob tushuntirilgan. Navoiygacha ham turkiy tilda she'riyat, adabiyot bor edi. Navoiydan keyin ham davom etyapti, lekin bir narsa bor. Navoiygacha bo'lgan shoirlarning hammasini, barisini yig'ib Navoiyga solishtirsak, Navoiy buyuk. Va Navoiydan keyin ham 50 dan ortiq turkiy til bor. Hammasida, barisida adabiyot bor. Jami adabiyotlar orasida ham hali turkiy olamda Navoiyday buyuk shoir chiqmadi. Shuning uchun Berdahda Navoiyni o'ziga ustoz biladi. Fuzuliyda Ozarbayjon o'ziga Navoiyni ustoz deb biladi. Navoiy bizni turkiy xalqlarning birligini ta'minlagan yuksak mafkuraviy asosga ega bo'lgan bir buyuk meros yaratdi. 4585 ta asar yozgan. 31 janrda va uning haykallari dunyoning Tokio deysizmi, Moskvami, turli davlatlar, shaharlar, poytaxtlarida haykallari bor va turli tillarga tarjima qilinyapti. Bu hali ishning boshlanishi. Navoiy bizni turkiy davlatlar tashkilotining ham g'oyaviy asosi bo'la oladi ijodi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ham bizni do'stligimizni targ'ib qila oladi. Toshkentdagi hashamatli haykalining tepasiga olam ahli, bilingiz kim? Ish emas, dushmanlik, yor o'ling bir-biringizgaki, erur yorliq ish deb yozib qo'yilgan. Qozog'iston Respublikasining g'arbiy shahri Atraf shahridamiz. Bizdan O'zbekistondan vatandosh delegatsiyasi bilan 10 ga yaqin bizni Navoiyshunoslarimiz, artistlarimiz, olimlarimiz kelgan. Bugun biz buyuk mutafakkir bobolarimiz Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunlariga bag'ishlangan tadbir o'tkazmoqdamiz Atraf shahrida va bosh konsulxona bu sifatida shu vatandosh fondi bilan G'arbiy Qozog'iston viloyatlarida yashab yurgan, vaqtincha bo'lib turgan bizning vatandoshlarimizni bilan aloqalarni mustahkamlash, ularni O'zbekiston Respublikasida bo'lib turgan madaniy ma'rifiy tadbirlarga faol qatnashishini ta'minlash vazifasini olganmiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bu yil Hazrat Mir Alisher Navoiyning 585 yilligini nishonlash qarori qabul qilingan. Shu sababli mana butun dunyoda bizning buyuk bobolarimizga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Shu qatorida Qozog'iston Respublikasining g'arbiy viloyatlarida ham. Kecha kuni biz Aktau shahrida bu
tantanali madaniy ma'rifiy tadbir o'tkazdik bugun atrof shahrida. O'ylaymizki bu tadbirlar bizni xorijda yurgan vatandoshlarimizni O'zbekistondagi o'tayotgan jarayonlarning, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy jarayonlarga qatnashishida juda ham katta hissa qo'shadi. Qozog'iston Respublikasining Atirau shahrida bo'lib o'tayotgan Alisher Navoiy bobomizning 585 yilligiga bag'ishlangan xalqaro tadbirda ishtirok etdik. Bu tadbir davomida Bobur g'azaliga mansub Lola qo'shig'im bilan chiqdim. Bundan juda xursandman. Hozirda Qo'qon shahridan biz Qo'qon universitetimizdan Atirau universitetiga, Do'stmuhammedov Atirau davlat universitetiga malakaviy talaba almashinuvi dasturi bo'yicha keldik hamda 5 oy davomida shu yerda aholini, bu yer madaniyatini, tilini, dinini hamda bizni turkiy xalqlarni bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni yanada bir chuqurroq o'rganish maqsadida tashrif buyurganman. O'zbekiston filarmoniyasi xonandalarining Navoiy va Bobur g'azallari bilan aytiladigan taronalari bayramona kayfiyat ulashdi. Ushbu tadbirlar do'stlik, adabiyot, ma'naviyat bayramiga aylanib ketdi. Adabiy kechalar shukuhi ikki millat birligining ramzi bo'lib xotiralarda qoladi. Olam ahli bilingiz kim, ish emas dushmanlik, yor o'ling bir-biringizga kim, erur yorliq ish. Buyuk mutafakkir bobomizning salkam 6 asr naridan aytgan bu so'zlari bugun ham yuraklarda sado bermoqda. O'zbekistondan tashrif buyurgan taniqli olimlar bu kabi misralarni sharhlab, Navoiy asarlarining g'oyasi mazmuniga batafsil to'xtaldilar. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, san'atkorlarning ishtiroki qardoshlar va vatandoshlarni mamnun etdi. Har vaqtki ko'rgaysen mening so'zimni o'qib, sog'ingaysen o'zimni. Hazrati Boburning betakror misralari qo'shiqqa aylanib, O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar tomonidan ijro etildi. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abay, Muxtor Avezov, Sobit Muqonov, Berdaq, Ajiniyoz singari xalqlarimizning buyuk shoir yozuvchilari hamisha kerak bo'lsa tarjimasiz o'qilgan. Mana shu adabiy aloqalar an'ana sifatida bugungi kunda ham juda faol davom etyapti. Misol uchun bundan bir necha yil ilgari turkiy adabiyot durdonalari majmua kitoblari chop etilganda shuni 10 jildi qozoq adabiyotiga ataldi. Bunday aloqalar mana Qoraqalpoq adabiyoti bilan ham davom etyapti. Mana bugungi kunda mana bir 2-3 yil oldin Qozog'istonda 20 nafar o'zbek yosh shoirini 100 ta she'rdan iborat qozoq tilida kitob nashr etildi. Bunga javoban Toshkentda 21 nafar yosh qozoq shoirlarini 100 dan ortiq she'rlar jamlangan kitobi nashr etildi. Xullas mana shunaqa adabiy aloqalar har kuni davom etyapti. Bu o'sha xalqlarimiz o'rtasidagi qalb yaqinligini, fikr yaqinligini, so'z yaqinligini yana ham mustahkamlab kelayotgan amaliy harakatlarni bugungi ko'rinishi. Yurtdoshlarimiz hamisha omon bo'lsin. Ular qayerda qanday mehnat qilishlaridan qat'iy nazar hamma joyda o'zbek millatini, o'zbek xalqini eng yaxshi fazilatlarini namoyon etib kelishaveradi.